Ushbu videoda biz mahsulotlar qismiga o'tib turib, ma'lum bir tovarni turini kiritamiz va o'sha tovarni ichiga kirib turib, parchalarni tuzib chiqamiz shu ko'rinishda. Misol uchun, vassani kiritamiz. Vassa. Bu tovarni ichiga o'tamiz. Hozircha ma'lumot yo'q. Qo'shish qismini bosib, bu yerga vassa olakandoz. Xo'p, bu yerda bizda so'rayapti, skladka darhol qo'shamizmi? Biron bir qarz beruvchini bog'laymizmi ushbu tovarga? Xo'p, hozircha qarz beruvchini qo'shmaymiz. Bu yerda skladka darhol qo'shish qismini bossak, necha dona va qanchadan kelganini bizdan so'raydi. 100 dona keldi. O'z narxi deylik 115 somondan keldi. Saqlash qismini bossak, vassa o'g'lakandoz kiritildi mahsulotlar qismida va ushbu tovarni sklad qismiga o'tib tekshiramiz. Sklad qismida ham paydo bo'ldi. Vassa o'g'lakandoz, vassa turkumga mansub va 115 somondan o'z tan narxi va 100 dona bor skladda. Jami narxi 11500 somon. Bu narsani amaliyot qismlarida sotuv, ya'ni xarid statusi bilan tekshirsak bo'ladi. Misol uchun 87-oydada vassa o'g'lakandoz 100 stok keldi, 115 somondan tushdi. 30-may kuni soatlari ham keltirilgan va xarid statusida kelgan.